Hozir Bellachov basseynini egasidan so'raymiz. Agar narxlari so'm shunda bu yerda? Bu yerda yaşına qarab. Ha. Misalda biz yerda 4 yaşdan başlanadi. 4 yaşdan misal uchun 7 yaşgacha 15 ming so'm. 1 soati. Ha. 8 yaşdan 12 yaşgacha 25 ming so'm. Saati. 13 yaşdan 17 yaşgacha 30 ming so'm. 18 yaşdan kattalarına haq ayol bo'lsin, haq erkak bo'lsin 50 ming so'm. Erkekler bilan xotinlar baribir doğru gelmedi-ku. Qaysi gullar bormi endi? Haftaning juk kunlari ayollar uchun, haftaning juk kunlari. Tak gullar. Haftaning tak kunlari erkaklar uchun. Ondan başqa biz yerda oylik kurslarimiz ham bor-da. Bu ayollar uchun 400 ming so'm. Ayol erkak bam yoshlarına qarab da bu yerda nelerimiz var edi. Ha, oylik to'lovi shunday. Haftada necha kun keladi, u kunda bo'ladi o'zi. Oyni xalasan kunda kelsin. Erkaklar endi baribir to'g'ri kelmaydi bu. Birlikte 15 kun suga tushadi 400 ming so'm bilan. Yosh katta erkaklar. Ondan baş pesep 300 ming so'm, yani 17 yaşgacha, 13 yaşgacha 250 so'm. Ya 7 yaşgacha yine arzon 150 so'm oyna. Oylik to'lovlar shunda. Masalan, shunda uni har oyda kelib turib, sog'liq suzish uchun shug'ullanaman, sog'liq uchun deydigan bo'lsalar, shuni shu oylik tarif olsa bo'ladi. Nelerimiz ham bor-da, bonus shaklida ishlangandan bu. Bo'ldi. Kelaverasiz. Bo'ldi. Kelaverasizlar, Bellachov basseynidan sharoitlarni nazar va ko'rsatib o'taman. Rahmat aka. Ha, deb turing. Bizni Instagram kanalidan ko'rsalar, ingliz gazon degan Instagram geldi, görkelga skidkalar bo'ladimi? Bo'ladi, qaytib beramiz. Shavotdan keldik. Vaqt qo'shib beramiz. Ha, vaqt qo'shib berasiz. Bo'ldi. Skidka bo'lmaydi-da, bo'ldi. Vaqt qo'shib beramiz-da. Bo'ldi. Bo'ladi, kelaverasizlar, Bellachov.